To'xta, qo'y tilini rasvo qilasan hozir. Noodatiy qo'y tilidan qozon kabob. Tilni birinchi yaxshilab qaynatib olamiz. Hidlarni olish uchun lavro'yi ham solib olamiz. Qaynab chiqdi, endi ko'piklarni olib olamiz. Endi bunga tuz solamiz, maza kirib pishadi. 1 soat, 1,5 soat atrofida suvda qaynab chiqdi, endi uni olamiz. Qo'y tili qonni dorilasiz ko'tarib beradi. Shunaqa foydali. Tilni endi terisini shilib tozalab olamiz. Tilni terisi nimaga shilinadi? Bitta komitadagi yozib turadi. Kartoshka qovurishga yetarli yog' solamiz. Bismillah. Tilni ham qovurib olamiz. Tilni qattiq qovurish shart emas. Ozgina qovurilsa bo'ladi. 40 minutga dimlab qo'yamiz. Qozon sobot zira bilan shirin chiqadi. Ozgina sariyog' solamiz. Bir marta bo'lsa shu usulda qilib ko'ringlar. Ovqat pishguncha sizlarga foydali ma'lumot. Pichoqdagi hamma bakteriyani turpa o'ldiradi. Mana yaltiradi, foydali bo'lgan bo'lsa, yaqiningizga jo'natib qo'yinglar. Ajoyib bo'lib pishibdi-yu. Qani bismillahirrohmanirrohim. Har bir yegan taomimiz ibodatga quvvat, tanamizga shifo bo'lsin. Doimgidek oilam uchun tayyorlangan ovqatim tayyor bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib ketinglar.